Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'idagi kantni profil ishlab chiqargan sexga yetib keldik. Manzilni eslatib o'tamiz. Yangi Qo'rg'on krugidan kelaverishda o'ng qo'lda Met kollej bor. Shu Met kollejga yetmasdan chap qo'lda mana shu profillarni ishlab chiqarib sotishadi. Buni mana bu tarafda tayyorlab o'tishyapti. Mana apparatlari bor. Tayyorlab o'tishi mana bu joyda mana profillarimiz. Hozir Anvarjon akamiz ma'lumotlar berib o'tadi. Hormonlar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizlarmi? O'zimda yaqin qadrdon akamiz bo'ladi, anchadan beri birga ishlaymiz. Hozir profillarini obzorini ko'rib chiqamiz. Aka, bu profillar nimaga ishlatiladi ko'proq? Bular endi tokka ishlaydi, naveslarga ishlaydi. Naveslar, teplitsalarga. Teplitsalarga ishlaydi ko'proq. Qaysi biridan ma'lumot berish boshlaymiz bo'lmasa? Endi mana bu mana 10 lik listdan chiqqan bo'ladi. 10 lik, Ishlarni ko'ryapsizlar, 10 lik listdan. Sifati juda ham zo'r. Ya'ni 10 sm shunaqa S ko'rinishda bukib qo'yilgan, ha? Xo'p, buni qalinligi necha minut qalinligi? Yana. Qalinligi mana 2. Tagi 4. Tagi 4 ekan. Necha joyi ochiq qoladi, bu yerga tiq kirib chiqadi, shuning uchun ochiq qoladi. Xo'p, bular narx-navosi qanchadan bo'lyapti? Bu 10 ligimizda narxi 35 ming so'm donasi. 35 ming? 35 ming so'm dona bega beramiz. 230 dan oshib bo'ladi. 230 dan 35 ga chiqar ekan, bir donasi 35 ming so'm ekan. Xo'p, undan keyin qanaqa profil bor? 12 lik listdan chiqqan bo'ladi. 12 lik listdan sal kattaroq varianti bu ko'rib turganimizdek. Kattaroq, tagi ham, yoni ham kattaroq bo'ladi. Bular narx-navosi qanchadan? Bular donasi 35 mingdan. 36 ming. 36 mingdan. 35 ga 36 ha bu? Ha. Bu ham shu razmer, ha? Bu ham shu razmer. 12 lik profilimiz, bu ham shu razmerda tayyorlab berishlar mumkin ekan. Xo'p, bundan bunaqa varianti ham bor. Bu 8 lik listdan. Buni buyurtmaga chiqarib beryapti ko'proq. Bu yerda atxotlarni ko'rib o'tamiz. Bu 8 likmi bu? 8 likdan chiqarib beramiz. Nech pul bu? 8 ligi 24 ming dona. Donasi, ha? 230 ga hisoblayapmiz biz dona bega 24 ming, ha? Qolganlari endi latoklar, teplitsalarga, katta ob'yom bino tomlarga latoklar qilib beramiz. Ular rasxodga qarab turib. Qancha list ketishiga qarab hisoblab beraverasiz. Qancha qarab pulini hisoblab chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi. Bo'lmasa, bundan tashqari ishlab chiqarishlari ham bor. Hozir ishlab chiqarishlarini ko'rib o'tamiz. Bu yerda oxir ham ishlab chiqaras ekan, aka? Oxirlarimiz bor. Oxirlar. Moloxir bor. Moloxir. Xo'p, yana 60, uzunligi 235, ha? Xom holat nech pul bu? Bu holatda eng kattasi bo'ladi bu. Bir chakdan chiqadigan 235 ga. O'sha bir chakda bir turdan chiqadi. Bunimiz va tayyor holati 330 ming so'm. 330 ming, yanada kelishtirib berasiz. Ham kelishtirib beraveramiz. Xo'p, bu yoqda ham bor ekan, bu ham sal kichikroq variant ekan-a bu? Sal kichikroq varianti buzovniki bu. Buzovniki ekan, mollarga ham kichikroq mollarga ham bo'laveradi. Bular qanchadan? Bularimiz 280 mingdan qilib beraveramiz. 280 mingdan zo'r, ideal narx. Bundan tashqari bu yerda konteyner pollari ham bor ekan, ko'rib turganimizdek. Konteynerlar o'zlari maydalab ham sotishadi ekan. Bular razmeri necha? Bunisi 1.39 ga 1.16. 1.39 ga 1.16 ekan. Nech pul bu kvadrati? Bular 85 ming kvadrat. Kvadrat 85 ming. Maydaroqlari-chi? Maydaroqlar 80 mingdan bular. 63 ga 1.63 80 mingdan. Katta ob'yomda ham qilib beraverasiz, ha? Katta ob'yomda qilib beraveramiz. Eng katta razmerimiz ham bor, ha? Katta razmer. Mana 1.16 ga 240 ha bu razmer. Bular qanchadan bo'lyapti? Donami, kvadratmi? Bular kvadrati 110 ming so'mdan. 110 ming so'm. Mana uyga polga xohlasangiz ham bo'laveradi, katta-katta. O'rtamiyal pol, o'rtacha aholi qo'yadigan pol. Bundan yaxshirog'i 140 ming, 150 minggacha bor. Bundan arzonroqlari 100 ming, 90 mingligi ham bor. O'sha holatiga qarab. Bu o'rtacha qo'yadigan, bu o'rtacha ekan. Mana didingizga moslab bundan sifatliroq variantni ham qilib berishlari mumkin ekan. Bundan tashqari bu yerda mana bu listlardan karitalar, mana bunday tepasi ochiq bochkalar yoki hamma joy yopiq bochka va firma barcha mahsulotlar qilib berishlar mumkin ekan. Mana bu firmaga to'xtalsak, bu uzunligi 11.70 bo'ladi, eng uzunligi, ha? Bu eni necha? Yana 35 lik. 25 dan 40 gacha to'qib berasiz, ha? 25 dan 40 qadar to'qib. Keyin yana bitta narsa, orasiga to'sin tushadigan qilib ham to'qib berishlari mumkin. Ya'ni apchukka qilinganda
pastga tushib ketmasligi uchun to'sin kiradigan holatda ham buyurtma asosida to'qib berishlar mumkin. Svarkalar juda ham ideal holatda. Katta svarka apparatda kuyishadi. Katta tokda. Mana svarkalarni ko'rib turganimizdek juda ham zo'r, sifatli, professional ustalarimiz ijod qilishadi bitta. Xo'p, narx-navosi qanaqa bo'lyapti aka bular? Narx-navosi ikkala tarafi butun bo'lsa, profil. Ha, mana 6 ga 6 eng muhim narsa. Ikkala tarafi butun bo'lsa, mana shu holatda bo'lsa 200 ming metr. 200 ming so'm. Agar bir tarafida ikkita bitta uloq bo'lsa, Ha? unisi 185 ming. 180 ming. Ha, u demak bitta ikkita uloq tushsa 185 ming tepasida o'zida bo'ladi. Ha, bir tarafini. Buni ziyoni yo'q-a? Yo'q, uni ziyoni yo'q. Buyurtma asosida A firmalar ham to'qib berishlar mumkin. Va video mobayldan uni ham ko'rib o'tamiz. Va mana bu joyda rossiyskiy shviller bor ekan. Rossiyskiy bo'lmasa ham o'sha rossiyskiga tortib ketadi. Nechilik bu aka? 14lik. 14lik. Tayyor tozalab qo'yilgan darvozalarga, hamma joyga ishlatsangiz bo'laveradi. Metri qanchadan? Metr 100 mingdan buni. Metri 100 ming so'm, stenovoylari ham ko'ring, baquvvat. Uncha to'sin yoki kichikroq joylarga horiga ham ishlab borsangiz bo'laveradi. Metri 100 ming so'mdan. Xo'p, 16ligi bor. 16lik baquvvati bor. Qalinrog'i bor. Qalin aka, mana ko'rib turganimizdek. Bunisi 150 mingdan. 150 ming so'mdan. Mana bu joyda har xil narsalar topishingiz mumkin ekan. Xo'p, yarim tayyor holatda kareta ham ishlab chiqarib berishlar mumkin. Mana bunday holatda latoglar ham ishlab chiqarib berishlar mumkin. Ikkala yonini bekitasiz, tayyor. Ular narx-navosini ham hozir ko'ramiz. Demak, razmerlarga qarab buyurtma asosida tayyorlab berishlar mumkin ekan. Tayyor holat 560 ming so'mga qarash karetamiz 2 metrga 120, chuqurligi 30 sm. Telefon qilsangiz yanada kelishtirib berishlari mumkin bo'ladi ekan. Hozir A firmalarni ham ko'rib o'tamiz. Mana bu joyda 3 kabel lislarimiz bor ekan, qalinligi 4 mm. Hop, 3 metrga 1 metr bo'ladi, 320 gacha ham chiqishi mumkin ekan uzunligi. Sifati juda ham a'lo darajada bilamiz. Konteyner materiali juda ham qattiq bo'ladi. Bu donasi nech pul ekan? Qancha bo'lyapti ekan? Buni 700 ga doğru sotganmiz. 2 oy oldin 700. 2 oy oldin. Hozirgi holatda skidka qo'yardik 550 ming so'mdan donasini. Ana, skidka qo'yardik. skidka narxi 550 ming so'mdan. Bunaqa yangi listni hech qayerda topa olmaysiz, lekin yangi listdan birga bir, usti tekis, qalinligi 4 mm, juda ham zo'r holatda. Bundan tashqari bu yerda apalapkalarni ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yishdi. Endi bitadi, xudo xolasa. Yuqori listdan tayyorlashyapti, hamyonbop bo'lish uchun ya uzoq masofalarga ko'tarib ham ketaverish uchun yengil listlarni tayyorlashyapti. Buni ham bir komplektiga taxminan qanchaga to'g'ri keladi bitsa? Men rasxotga qarab. Rasxotga qarab. Ha, hal tayyor bo'lsa. Tayyor bo'lsa keyin aytadi. Allohga chiqsa qilib beraverasiz. Mana bu yerda buyurtma asosida mana A firmalar ham to'qib qo'yishgan. Hozir ko'rib o'tamiz buni ham. Mana bu joyda mana tayyor tom, ya'ni olib borib, o'rnatib, ustiga rayka qoqib, pishirib qo'yilsa bo'ldi. Profinas qoqib qo'yilsa bo'ldi. Aka, bu razmeri nechiga nechi? Balandligi, cho'qqisi. Buni 280 ga, uzunasi 1080. 1080, eng cho'qqi joyi 280 ha? Aha. Mana ko'rib Turga turdan qilganmiz. 4 ga 4 profildan. Profildan tepa pastiga 6 ga 4dan. 6 ga 4 listdan qilingan profillardan hamyonbop bo'ladi va tomingiz yengil va mustahkam bo'ladi. Shuning uchun shu profillardan tayyorlab berishyapti. Bitta akaga tayyorlab beriladi. Uyini davomiga yana xuddi shundan qilishyapti ekan. Tomlarga ya'ni uncha-muncha yog'ingarchilikdan bemalol ko'tara oladigan holatda bo'ladi. Aka, buni metri qanchadan bo'lyapti? Demak, metri qancha aka? 140 ming so'mdan mana shu holatda qilib beramiz. Mana shunaqa tayyor holat 140 ming so'm. Ko'rib turgan bitta firmamiz 10 metr bo'lsa 1 million 400 ming so'm. 10 ta olsangiz 14 million bo'ladi. Atak tomingiz metal bilan bitib qoladi. Metal konstruksiya albatta bu. Buni yana har xil turlari bor. Ha? Poltagidan chiqadigan lagalaridan. Ha, baquvvat holat bo'ladi u. Ichiga tashqari tepa pastga lagadan bo'lsa 1 metr 200 mingdan. 200 mingdan bo'ladi. Profil bo'lsa 6 ga 6 profildan. Ha? Ichiga laga qilib beradigan bo'lsak, ular 250 ming. 250 ming. Ya'ni har xil zakazga qarab, buyurtmaga qarab tayyorlab berasiz. hisoblab baland pansiga qarab turib, uzun kaltasiga qarab turib, razmeri pulini hisoblab beraveradi. Bundan tashqari bu akada konteynerdan chiqargan barcha mahsulotlarimiz bor ekan. Mana ko'rib turganimizdek, bu yerda konteyner ruchkalari bor ekan. Uzunligi 270 bo'ladi. Toza 2,5 metr qoladi turba holati, zanglamaydi, qirqlik. Nech pul aka bu? Turbamizni uzuni 70 ming so'm, 70 ming uzuni. kaltasi 55 ming so'm. Kaltasi 55 ming. Kaltasi ham tugab qoldi. hozir kaltasi tugab qolibdi. Mana ko'rib turganimizdek bitta jichcha kalta varianti ham bo'ladi. Bu zanglamaydi, chirimaydi. Nechilik turba bo'ladi bu?
Bu qalinligi 3lik bo'ladi. Uchlik bo'lar ekan. Baquvvat. Vaqoti yaxshi. Xo'p, bundan tashqari lagerlarimiz bor ekan mana. Uzunligi 2.30, eni 12 sm, qalinligi 3, 4 atrofida bo'ladi. Nech pul aka bu lager ommabop bo'lib ketdi rosa? Lagerni ham skidga qo'yardik. 83 ming, 85 ming sotilgan lager 80 ming so'm donasi. 80 ming so'mdan. Mana bir tomon kichkinasi bor. Bunisini 75 ming qo'yardik. O, mana hech qayda yo'q narxlar. Bir yog'i kichinasi 75 ming, ikkala yog'i teng 80 ming. Allohga chiqsangiz yanada kelishtirib beradi. Qovurg'alisi bor. Qovurg'alisini eng baquvvati buni donasini 90 ming so'm qo'yardik. 90 ming so'mdan dona bergan. Mana bu xunuklarimiz qanchadan aka? Nomlarimizni 110 ming so'mdan qo'yardik. 320 bo'ladi, 110 ming shikolat narx, juda ham zo'r. Bundan tashqari bu yerda butun konteynerlar ham topib berishlari mumkin ekan albatta. Hozir yana ko'rib o'tadigan narsalarimiz nimalar endi? Ha, darvozadan chiqargan 5 km profilimiz ham bor ekan. 5 ga 10, uzunligi 255. To'rala tarafi ham yopiq bo'ladi. Bu og'illarga ustunga ham zo'r ish beradi. Qancha aka bu? Buni 125 ming sotganmiz. Bu ham skidga turib 120 mingdan qo'yardik. Mana 5 ming skidka bunda. Uzunidan. Kaltasini 115 ming sotganmiz, 110 mingdan qo'yardik. Bu ham 110 mingdan skidka narx ekan. Zo'r, yaxshi narx ekan. Va bundan tashqari mana bunda ikkita chanamizni juplab berishlari ham mumkin ekan. Juplanganda juda ham baquvvat bo'lib ketadi, bilamiz. Oddiy chana o'zi strapelar to'sin o'rnida qo'yishadi. Juplanganda bu firma vazifasini bajarish mumkin. Horiga ham qo'yish mumkin. Bir dona chanamiz nech pul aka? Bir dona chanamiz 550 ming so'mdan. Ha, 550 mingdan. Endi buni qo'shib bersa xizmat haqi alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. 4-5 metrgacha 500 ton turaveradigan baquvvat bo'ladi. Baquvvat bo'laveradi. Zo'r. Mana ko'rib turganimizda juda ham sifatli holatda ulab beryapti ustakalarimiz. To'klarimiz ham 3 faza pastansiyani oldi tushirgan, ya'ni kuchli to'kda kuyiladi. Xudo xolasa sifati zo'r bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu video mobaynida ko'rsatib o'tilgan materialda qaysi biridan kerak bo'lsa, shu Anvarjon akamizga murojaat qilsangiz, zo'r narxlarda qilib beradi. Tursunov Zohidjon kanalida olib desangiz, alohida skidkalar bor ekan. Shu chorvador akalarga, shu qurilish qilib turgan akalarga shu videoni tashlab qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingi videoda albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat.